Assalomu alaykum. Ushbu video murojaat O'zbekiston Respublikasi administratsiya rahbari Saida Mirziyoyeva Shavkatovnaga. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli Saida Shavkatovna, Andijon viloyatiga, Andijon shahriga xush kelibsiz. Andijonga tashrifingiz bo'layotganidan xabardor bo'lib, sizga video murojaat qilishga majbur bo'ldim. Men Alimin Botirjon Tavakkaloğlu, Andijon shahridan O'zbekiston fuqarosiman. Prezident saylovida o'zimning ovozimni muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga berganman. O'zbekistonda mana konstitutsiyamiz bor. Konstitutsiyada ko'rsatib o'tgan O'zbekiston boshqaruv respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. Shu kungacha sizga eslatib o'taman, bir necha marotaba Assalomu alaykum. Ushbu murojaat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasiga, Prezident administratsiyasi boshlig'i Mirziyoyeva Saidaxon Shavkatovnaga. Bu inson marhum Alimov Tavakkal aka, meni otam. 2025-yil 6-dekabr kuni vafot etgunga qadar 100 dan ziyod sizga video murojaatlar, yozma shaklda senatga, oliy sudga, juda ko'p tashkilotlar, bosh prokuratura, undan tashqari shaxsan siz o'zingizga juda ko'p murojaat qilishga majbur bo'lgan. Bundan 2 yil oldin sizni topshirig'ingiz bilan xodimlaringiz kelib holatlarni o'rganib ketgan. Lekin shu kungacha ham hurmatli Saida Shavkatovna, bizning ishlarimizda qonuniy natija bo'lmasdan cho'zilib kelyapti. Shunga sizdan iltimos, Andijondalik paytingizda mana sizni tashabbusingiz bilan, muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan har payshanba kuni yoshlar kuniga sektor rahbarlari vaqt ajratyapti. Siz menga 5 daqiqa vaqt ajratib qabul qilsangiz, men sizga hozir birma-bir ko'rsatib o'tirgani bu yerda hujjatlarim juda ko'p. Asosiylarini ko'rsataman. Mana Andijon shahar hokimligini qabuliga kirsak, natijamizni, muammomizni hal qilmaydi-da, mana qilib, mana qabul qilganini rasmga olib, yozma ravishda shahar hokimiyatiga ariza qoldirgan bo'lsak, boshqa tashkilotdan javob xat olamiz. Undan tashqari, shaxsan muhtaram prezidentimizni qabulxonasi orqali, mana muhtaram prezidentimiz qabulxonasi orqali bosh prokurorning birinchi o'rinbosarini meni qabul qilish bo'yicha qo'limda xati bor, lekin shu kungacha hali qabul qilmadi. Bunga sabab murojaatlar to'g'risidagi qonunga asosan men Andijon viloyat prokuroridan javob xatini olganman. Bosh prokuror o'rinbosarini qabuliga kiritilsin degan qog'oz bor, lekin kiritilgani yo'q. Oliy sudning raisi qonun bo'yicha o'zi bizni qabul qilgandan keyin javob xatini shaxsan o'zini nomidan, birda Islomov nomidan javob xati berishga majbur, bu qonun talabi. Lekin oxirgi qabulimdan keyin rais o'rinbosari Shukurov tomonidan javob xati kelyapti. Men sizga o'z murojaatimni, o'z muammolarimni, oilaviy sharoitimni va yana qaytarib aytaman, meni otam umri davomida oxirgi 3 yilda birinchi guruh nogironligi bo'lib, haftada 3 marta gemodializ muolajasini olib keldi. 58 yoshida vafot etdi. Shu bo'layotgan ishlarga o'zi To'ron bank mas'ul xodimlari va bizni uyimizni sotib olgan tadbirkor niqobi ostidagi zo'ravonlarni qilgan harakatlaridan aziyat chekib olamdan o'tib ketdi. Alloh rahmatiga olsin. Bu ishlarda oxiriga yetkazish uchun mana men borman va o'zim huquqimdan foydalanaman. Shunga sizdan iltimos, avvalambor qaytarib aytaman, Andijonga xush kelibsiz. Telefon raqamlarimni yozib qoldiraman. Meni o'sha Andijondalik paytingizda onlayn bo'lsa ham qabul qiling. Qayerda sud bilan bog'liq, prokuratura bilan bog'liq, hokimiyat bilan bog'liq masalalarni sizga tushuntiraman. Undan keyin o'zingiz qonuniy yechim bo'lishida yordam berasiz. Men Alimin Botirjon Tavakkaloğlu 2026-yil 4-may kuni sizni Andijonda tashrifingiz bo'lib turganidan bilib sizga murojaat qildim. Sog' salomat bo'ling.